Lokatsiyani ko'ring, qarang, yo'l yuzida Emiratni shundoqqina yonida. Bu tomon sentrdan kelish va gospital yo'liga o'tib ketish. Ko'ring, yo'l yuzidan atigi 50 metr ichkarida 4 qavatli novostroyka binoni 3-qavatidan zo'r xonadon sotuvga chiqmoqda. 5 xonali 123 kvadrat foydali maydonga ega. Yagona kirish-chiqish joyi, mashina qo'yishga joyi ham mavjud. Endi uyni ko'ramiz. G'ishlik dom 3-qavatda joylashgan, qarang. Boshdan boshlaymiz. Tashqaridan kirish qismidan qarang. Siz uchun barcha qulayliklar qilib qo'yilgan. Tashqaridan kirish qismi, ya'ni monitorli eshiklar o'rnatilgan. Bitta arzonchi narsani o'zi yo'q. Kirishimizda kiyim ilishga joylari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Va kirishimizda birinchi, bu tarafdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi xonasi qarang. Hamma xonada konditsioner, yumshoq mebellar va televizor bilan jihozlangan. Qarang, bitta xona, romlar akfa, isitish tizimlari to'liq istiqbol qilingan, qarang. Umuman ortiqcha sarf xarajatga hojat yo'q, hammasi tayyor. Shatda o'zida qarang, 12 ta mehmoningizga joy tayyor. Televizor, konditsioner, gilam pardalarigacha to'shalgan, qarang. Ko'zga yoqimli oq fonda chiroyli ishlov berilgan. Kirib yashashingiz uchun tayyor holatda juda ham ideal variant. Qarang, bu yer studiya formatidagi juda ham katta bo'lgan oshxona va o'tiradigan joy. Bu yerdan boshlasak, qarang, shatga ham bitta katta o'tiradigan joy qilib qo'yishgan, televizorlari mavjud. Endi bu tomonni ko'ring. Yana bitta o'tiradigan joy va oshxona ko'rishingiz mumkin. Muzlatgichlargacha o'rnatishgan va bu yerda umumiy sanuzelni ko'rsatib ketamiz. Bu umumiy sanuzel. Yotoqxonaniki ham bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, poldan patologgacha to'liq kafel qilingan, stiralka o'rnatilgan, dushovoy kabinka qilingan. Uyda holatlarni ko'ryapsiz. Tayyor, yangi remontli 5 xonali hujjatida va 123 kvadrat foydali maydonga ega. Ko'rishingiz mumkin, bu navbatdagi xonasi, bolalar xonasi. Shatga mana 2 ta farzandga joy qilib qo'yilgan. Va bu yerda yana bitta yotoqxona qismlarini ko'rishingiz mumkin. Mana yotoqxona jihozlari, gilam parda, konditsioner, televizor va shkaflarigacha qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, qarang. Yorqin kvartira. Va yana bitta oxirgi 5-xonani ko'rishimiz mumkin. Bu ham yotoqxona. Bu yerni o'zini alohida sanuzeli ham mavjud. Ko'ryapsiz? Barcha xonalarga televizor, mebel, konditsioner, xullas hamma kamchiliklar to'ldirib ketilgan. Faqat kiyimni olib kirib, idish-tovoq bilan kirib yashashga tayyor holatda. O'zini sanuzelini ham ko'ring. Dushovoy kabinkalarigacha qilingan. Qarang, haqiqatan chiroyli kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira 3-qavatda joylashgan. G'ishlik dom, lokatsiyani ko'rishingiz juda ham zo'r. Mana shu turishiga, ya'ni barcha jihoz texnikasi bilan birgalikda egalari mana shu 123 kvadrat foydali maydonga ega kvartirani $100 ming so'rashyapti. Albatta kelishadigan joyi bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Katta oilalar uchun yoki ikkita oilalar uchun juda ham zo'r variant. 5 xonali, juda ham katta. Qarang, ikki taraflamada. Nari yog'ida bitta oila, bu tomonda bitta oila bemalol yashasa bo'ladigan. Bu yerda esa mana o'tirib ikkala oila birdaniga maza qilib o'tirib ovqatlanishga joylargacha ham qilingan. O'zimga yoqdi, tavsiya qilib qolaman. Albatta kami bor. Qiziqqanlar bog'lansanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.